Hammani ko'nglidan alohida joy oladigan pisochni to'g'ri somsa. Bismillah deb elangan unga margarinni qirg'ichdan chiqarib, urvoq qilib olamiz. Smetana razrihitsil solib, xamir qorib olamiz. Tindirishga olib qo'yamiz. Endi nachinkamizni tayyorlab olamiz. Mayda qilib to'g'ralgan piyozga, kubik qilib to'g'ralgan tovuq filesini, byodrasi bo'lsa yana ham yaxshi. Sochni chiqadi. To'g'ralgan pomidor, sir, tuz, ziravorlar solib, aralashtirib qo'yamiz. Xamirni zuvolalarga bo'lib olamiz. Har birini yoyib, nachinkadan solib, tugib olamiz. Listga terib, ustiga tuxum sarig'ini sut bilan aralashtirib, surib, kunjut sepib olamiz. Oldindan qizdirilgan duxovkada 35 minutda o'rta olovda pishirib olamiz. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahrangiz qilib oling. Albatta saharlik va iftorlik dasturxoningizga tayyorlab ko'ring. Retsept yoqsa yurakchani bosib qo'ying. Ketqizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.